Assalomu alaykum qadrli YouTube ahli. Mana tutka payvonlarimizni qo'ygan edik. Bular hozir mana shu holatda kelgan. Mana payvon ko'klashni boshlagan. Buni hozir mana bu holatdan ochishga jarayonini sizlarga ko'rsatyapman. Buni mana shunday yavoylarini shoxini optaylash kerak. Payvon kurtak payvon ko'z qolish kerak faqat. Mana shu holatda bo'lsa agar payvonimizni o'sish jarayoni tezlashadi. Bo'lmasam agar payvon kurtak unmay joyiga qotib qoladi. Mana shu holatda tozalanadi. Mana nasib bo'lsa mana bular yorib chiqyapti payvon. Barglagan. Shu holatda kelgan mana.